Yuraklardan kuylab, bugun ham ana shu kayfiyatni siz bizga taqdim etish uchun mehmonimiz madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni sohibi xonanda Abbosjon G'afforov bo'ladilar. Keling, assalomu alaykum Abbos aka. Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ko'rib turganimizdan xursandmiz. Medallar juda ham yarashib turibdi. Albatta bo'ybastingizga ko'z tegmasin, bardavom bo'lishni istab qolamiz. Keling, ertalabdan yurtdoshlarimiz bilan bir salom alaykum bo'lasiz. Avvalambor assalomu alaykum. Barcha yurtdoshlarimizga mana bu juma ayyomlari muborak bo'lsin. Hammamiz xonadonimizda yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin ilohim. Salomat bo'ling. Sog' bo'linglar, rahmat. Aloxon, bilasizmi, bugun Abbos akamizni dasturimizni yakuniga qadar olib qolamiz. To'g'ri aytasiz. Ijodlariga nazar tashlaymiz, xonishlardan, jonli ijrolardan bahramand bo'lamiz. Xullas, dasturimiz zo'r bo'ladi. Keling, fursatdan foydalanib, ayni daqiqalarda sizdan bitta chiroyli qo'shiq tinglaylik. Qaysi qo'shiqni ijro qilib berasiz muxlislarimizga? Hozir o'sha xalqimizga mashhur bo'lgan, qon-qoniga singib ketgan. albatta, yakka bu Farg'onada. Voy yashay. Muhammadjon Mirziyoyev musiqasi muqima so'zi bilan. Marhamat, birgalikda tinglaymiz azizlar. Qani marhamat. Bismillah. Oşurmasman yüzünge yakka bu Farg'onada Oşurmasman yüzünge yakka bu Farg'onada Zohid istarkabalardan bahramand mutxonada kimga dovdaylar bu bedov bilmani sangidir oshno bo'ldim desam ko'ngling sening begonada oshno bo'ldim desam ko'ngling sening begonada Şamruk sari yanarmak Gülde gül keçer Var mıdı kastin meğer kuy Dur gelip parvanadan Mal etip imuk basıp kar Damlı başımga kilip Maz bulmaylayım Maskenim mayhanada Maz bulmaylayım Maskenim mayhanada Manzilimni sorma imam Uğrunu gidastiga Daştı sahravi
juda ham chiroyli. Assalomu O'ziga xos ijro. Baribir ustoz ko'rganingiz, mana shu yo'llarda ustozlarning ta'limini olayotganingiz, ustozlarning xizmatini qilayotganingiz ovozlarda ham sezilib turibdi. Ko'z tegmasin. Rahmat. Bardavom Sog' bo'lsin. bo'linglar, rahmat. Ilohim, hali bosh qismda ko'rib xursand bo'ldim. Mana shu medallar juda ham ko'kragingizga yarashib turibdi. Ilohim, bu bardavom bo'lsin akam. Umuman olganda bugun Allohim Abbosjon akamiz bilan ijodlariga nazar tashlaymiz. O'zi kam gaproq odam bo'lsa-da, lekin uni shu imkon darajasida qo'shiqlarda, ijrolarda ko'rsatib berishni xohlaydi-da. Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Keling, shu fursatlarda sizga ruxsat bermaymiz. Hozir ob-havo